Assalomu alaykum aziz kitobxon bolalar. Bugun men sizlarga Muhabbat Yo'ldoshovaning Uchar hammom kitobidan bir nechta ertaklar o'qib beraman. Bug'doyning orzusi. Daladagi bug'doylar orasida bo'tako'z va lola qizg'aldoqlar o'sishardi. Sho'ring qurg'ur bug'doylar, yaqinda boshoqlaringizni odamlar olib ketishadi-yu, faqat somonlaringiz qoladi, dedi Lola qizg'aldoq xola. Odamlar olib ketishsa nima bo'libdi? Axir biz odamlarni to'ydirish uchun yashaymiz-ku, dedi donlari bo'liq, savlatli bug'doy amaki va atrofiga bir ko'z yugurtirib, bug'doylar uning javobini kutib turishganini ko'rib, gapni kalta qildi. Yashashdan hammaning o'z maqsadi bor. Rostdan ham tez orada odamlar kelib, bug'doylarni o'rib olishdi. Tegirmonda yanchib un qilishdi. Keyin novvoylar oppoq shirin undan non yopishdi. Tandirda qizarib pishgan totli patirlarning hidi atrofni tutdi. Ularni yegan odam borki, lazzatdan badani yayrab, muncha mazali-ya deyishardi. Eshitdingizmi? Dedi jajjigina bolakayning qo'lidagi shirin kulchaning uniga aylanib ketgan bug'doy amaki. Kim nima deyishsa deyishaversin, lekin mening orzuyim mana shu bolakayning ko'zidagi quvonchni ko'rish edi. Sumalak parranda xona oldida zerikib bahor oftobida toblanib o'tirgan G'ozniso qarasa, qo'shnisi Tovuqxon patlarini chiroyli qilib tozalab, qutichada qandaydir shirinliklar ko'tarib ketayotganmish. Tovuqxon yasanib olib qayerga ketyapsiz? Deb so'radi G'oz. Bugun qarindoshim Tovusoy uyida sumalak pishiryapti. U uzoq yaqin qarindoshlarini Navro'z bayramini nishonlashga taklif qilgan, dedi Tovuqxon. Afsus, meni Navro'z bayramiga hech kim taklif qilmadi-da, dedi G'ozniso xafa bo'lib. Sumalak pishirayotgani haqida eshitganlarning hammasi bayramga borsa bo'ladi. Chunki bu bahor taomini bir kecha-yu bir kunduz pishirishadi. Qo'shni yuravering, birga Navro'z bayramiga borib, yayrab kelamiz, dedi Tovuqxon. G'ozniso sevinib ketdi. U o'zi yaxshi ko'rgan shlyapasini kiyib chiqdi-da, Navro'z bayramini nishonlash uchun Tovusoyning uyiga yo'l oldi.